hamma sizni jinni deb o'ylaydi muvaffaqiyatga erishmagunizcha. Yo'q, bu gaplarni men aytganim yo'q. Bu gapni Mr. Beast shaxsan o'zi aytgan. YouTuber Markus Browley'ning 20 ta savol videosida Mr. Beast shunaqa deb eslab o'tgan edi. Muvaffaqiyatga erishmaguningcha hamma seni jinni deb o'ylaydi. YouTube chiqqanidan keyin esa dahoga aylanasan. Kichkina kanal bilan tinimsiz ishlayotgan payting odamlar shunaqa deydi. Sen bunga kasalsan, g'alatisan, video ishlashni bas qilgan, real hayotga qaytgin deb. Hamma senga bu yo'ldan qaytishing kerakligini uqtirishadi. Ammo sen muvaffaqiyat qozonganda xuddi o'sha odamlar kelib, "Wow, seni ishda yo'q, juda ham balo, qat'iyating dahshatli" deyishadi. Shunda sen o'ylab qolasan, men hali kichkina kanal bo'lganimda va menga dalda kerak bo'lganda shu gaplar qayerda edi? Xulosa shundaki, muvaffaqiyat yo'li yolg'iz bosib o'tiladi. Kimdir sizni podдержка qilib, qo'llab-quvvatlashini kutib harakat qilish eng katta xatodir. Tarixi bo'lsa xuddi shunaqa jinnilar o'zgartiradi. Ularni hid qilganlar bo'lsa, oxir-oqibat ularni olqishlash bilan cheklanishadi. Sizga ham shunaqa foydali ruhiyatli kontentni qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'ling. Oy oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz kerak.